Assalomu alaykum Avtotime obunachilari. Bugungi sotuvimizda Dajenter avtomobili 2022-yilda ishlab chiqarilgan 82 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Mashinamizga qilingan ishlardan Amerikan kafari, optirostofi bor, to'rtta yumshoq charmqo boloni bor. Bolonimiz svejiy holatda ko'rishingiz mumkin. Gerb labovoy, tayyorroq ruxsatnomasi, hatto slipoy zonasigacha ustunovka qilingan. Salon qismini ko'rsatib o'taman. Salonlarimiz qirilgan, silgan mashinalari yo'q, qo'ng'ili dilla xira qiladigan joyi yo'q. Malibu rul anatomiya versiyasi Tom Boss video registrator ustunovka qilingan. Bosib o'tgan masofa 82 ming kilometr. Sideniya abograflari bor. 4-pokoleniya gazi bor, propan ustunovka qilingan. Kimga ushbu mashinamiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda telefon nomerimizni qoldiramiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Mashinamiz kraskasiga keladigan bo'lsak, bitta eshigida Moldendan pastda kraskasi bor, ikki qarashga yetib yetmagan. Bemalol qolgan joyini proverka qilib tekshirib olasiz o'zingiz uchun. Mashinamiz narxiga keladigan bo'lsak, 10.950 dollar. Bundan arzon qulay mashina o'tkazib yubormaslik uchun Telegram, Instagram, YouTube kanallarimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Avtotime'dan uzoqlashmang. Avtotime siz uchun harakatda.